Agarda kimdir shu mahsulotdan zaharlansa, men javobgar emasman. Ya'ni Choychi Abdulloh javobgar bo'lmaydi. Hozirgi murojaatim butun O'zbekiston xalqiga. Hozirda Namanganda Abdulloh Choychi brendi ostida shu mahsulotlar ishlab chiqarilib va tarqatilyapti. Maktablarda va do'konlarda. Choychi Abdulloh yoki Abdulloh Choychi. Har ikki so'zni o'rnini almashtirgan bilan qanchalar ikki xil brend bo'lishi mumkin. Bu mahsulotni ishlab chiqarayotgan insonlar nafaqat bizning nomimizdan foydalanib, ko'r-ko'rona yolg'on ishlatib tarqatishyapti. Choychi Abdulloh nomini patentlashdan maqsad o'g'limiz nomiga qo'yganmiz. Ya'ni brend davomiyligi uzoqroq bo'lishi, bizdan keyin o'g'limiz davomchi bo'lishini katta maqsad qilganmiz. Rizq topish yo'lida meni o'g'limni Abdullohni o'zlariga jiyan tutib, meni qarindosh bilib, yolg'on ma'lumotlar ortidan pul topishyapti. Maqsadga ko'chsak, meni rizqimga, bizni rizqimizga shubham yo'q. Bir narsani aytib qo'yishim kerakki, biroq obro'sini evaziga rizq topish bu qanchalar to'g'ri? Izohlarda barchaning fikrini kutib qolamiz. Men sizlarga bunday xatolikni keltirib o'taman. Men bunday xatolikni mana paketchalik choy, ichida esa limon parraga quritilgan va mevalarni konsentratdan tashkil topgan shakarli sirop. Buni qanchalik issiq suvga, issiq choyga ishlatish to'g'riligini izohlarda yozib ketayman. Men ko'rgan, bilgan xato paketchalik choyni allaqachon suvga shimdirib qo'yilyapti. Ya'ni suv ham emas, shiragan. Buni qanchadir vaqt o'tgandan keyin issiq suv quyish yordamida choyga aylantirib iste'mol qilishadi. Men shuni aniq ayta olamanki, iste'mol qilinadigan choy darrov choyga solib va uni tezroq iste'mol qilish kerak. Choy o'zidan 4 soatdan keyin bakteriya ishlab chiqarishni boshlaydi. Men o'z mijozlarimga 1 soat ichida damlangan choy iste'mol qilib, 1 soatdan keyin ichmaslikni tavsiya qilaman. Bu murojaatimdan maqsad o'zimizga yuqori baho berib, kimnidir kamsitish evaziga yaxshi ko'rinish niyatimiz yo'q. Ayniqsa, ko'p choy ichishga yoki ko'p ovqat yeyishga targ'ibot asnosida rizq topish niyatimiz yo'q. Birovning obro'sidan qanchalar to'g'ri bo'ladi foydalanib rizq topish. Bu haqda ozgina gapirib o'tdik. Agar shu insonlar yaxshilikcha to'xtamasa, qonuniy yo'l bilan chora ko'ramiz.